Data analitika o'zi nima va nima uchun kerak? Data analitika bu ma'lumotlar va raqamlar ortidagi haqiqatni topa olish san'ati desak bo'ladi. Oddiy misol keltiraylik, siz do'kon egasisiz va oyda oxirida ko'ryapsizki, pasayish bo'ldi. Sotuvlarda kamchilik chiqyapti. Buxgalterdan so'raydigan bo'lsangiz, nega degan savolingizga javob bera olmaydi. Data analitika qiladigan ishi esa sizni sotuvlaringizni o'rganib chiqish, mijozlaringizni tahlil qilish va aynan o'sha nega degan savolga javob berish bo'ladi. Muammolaringizni topadi va sizga yechim ham beradi. Bu sohani o'rganib ish topsam bo'ladimi? O'zi bu sohaga talab bormi? Ha, albatta, talab bor. Hozirda bizning o'quvchilarimiz davlat tashkilotlaridan tortib, banklardan tortib to kichik bizneslargacha ishga kirishmoqda va ko'rishimiz mumkinki, talab kundan kunga ortib bormoqda. Kursni tugatgandan keyin o'rtacha qancha oylik topsam bo'ladi? Biz aniq raqamlarda hech qachon va'da bermaymiz. Chunki portfoliodan, kandidatni qobiliyatlaridan, skillaridan, undan tashqari uni tajribasidan kelib chiqib o'zgaradi. Lekin amaliyotda ko'rishimiz mumkinki, hozirda bizda o'quvchilarimiz 4-5 milliondan oylikdan boshlab, eng qimmatlari 2000-3000 dollargacha oylik topishadi. Nima uchun aynan sizning akademiyangizni tanlashim kerak? Birinchidan, biz O'zbekistondagi yagona data analitika va data injeneriyaga chuqurlashtirib o'rgatadigan akademiyamiz. Ikkinchidan bo'lsa, biz O'zbekiston bozorida 7 yildan beri ishlab kelmoqdamiz. Uchinchidan esa bizda kelgan o'quvchilarimizni to'liq road mapi ularga beriladi. Ya'ni ular kelgan kunidanoq tugatgunicha nimalar qilish kerakligini aniq ravon bilishadi. Matematika va dasturlashni bilmasam ham o'rgana olamanmi? Ha, albatta, biz noldan o'rgatamiz. Agar siz bizning akademiyamizga keladigan bo'lsangiz, biz matematika yoki bo'lmasa dasturlashdan imtihon olmaymiz. Aynan logika bo'yicha test beramiz. Amaliyotda shuni ko'rishimiz mumkinki, matematika va dasturlashni uncha zo'r bilmagan odamlar ham bemalol kursimizni tugatib ishlashmoqda. Ingliz tilini bilish shartmi? Ingliz tili bilan ham matematika va dasturlash bilan deyarli bir xil holat. Ya'ni agar siz o'zingiz bilsangiz, sizga bu juda ham katta plus, chunki juda ham ko'p materiallar, kitoblar, ma'lumotlar ingliz tilida va sizga qo'shimcha shug'ullanish uchun bu juda ham katta plus, lekin bilish majburiy emas. O'qish uchun qanday parametrli noutbuk kerak bo'ladi? O'rtacha zamonaviy noutbukda o'zi yetarli, ya'ni o'ta kuchli bo'lishi shart emas. Misol uchun kamida i5 protsessor, 8 GB RAM va ko'proq xotirali SSD ga ega bo'lgan noutbuk bemalol Python, SQL, Power BI programmalar ishlatishga yetadi. Amaliyot va ish topishda yordam beriladimi? Albatta, bizning akademiyamizda alohida bir MapBridge nomli komandamiz bor. Aynan o'sha komandada men o'zim menejerman va o'quvchilarni amaliyot va ishga yuborish bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri o'zim shug'ullanaman. Shu paytgacha biz hech kimga va'da bermaganmiz, lekin agar biz bergan road mapda to'liq amal qiladigan bo'lsa, ularning amaliyot yoki bo'lmasa ish topish shansi juda ham oshadi. O'qish onlaynmi yoki offlayn? Qaysi biri samaraliroq? Bizda ham onlayn, ham offlayn o'qishlarimiz bor va ular ikkalasini deyarli farqi yo'q. Ikkalasidan ham bo'ladigan natija juda ham yaxshi. Ya'ni bizda onlayn ham, offlayn ham o'qigan o'quvchilarimiz ko'plari ishga kirishmoqda. Asosiy farqi kimga qaysi biri qulayroq. Yoshim 30 dan oshgan, IT ga kirishga kech emasmi? Yo'q, albatta kech emas, chunki ITda hozirda asosiy talab qilinadigan narsa bu natija. Ya'ni siz agar biznes egasi xohlaydigan natijani ko'rsatib bera oladigan bo'lsangiz, sizning yoshingiz uncha katta rol o'ynamaydi. YouTube'da bepul videolarni ko'rib o'zim o'rgansam bo'lmaydimi? Nega pul to'lab kursga kelishim kerak? Bo'ladi albatta, lekin juda ham ko'p lekinlari bor. Birinchi misol keltiradigan bo'lsam, siz data analitikani to'liq o'rganishingiz uchun SQL, Python, Power BI kurslarini o'rganishingiz kerak. Endi siz birinchi SQL dan boshladingiz deylik. YouTube'dan qidirdingiz SQL darslari deb. Birinchi chiqqan videoga kirdingiz. To'liq uni ko'rib o'rganib chiqqaningizdan keyin aynan qaysi Python videoga o'tishingiz kerakligini bilmaysiz. Buni hisobiga 6 oylik kursni agar o'rgana olgan taqdiringizda ham eng kamida 1-2 yilga cho'zilib ketishi mumkin. Bu birinchi lekini. Ikkinchi lekini esa bu data analitikani o'rganishingiz asosiy sababi bu ishga kirish bo'ladi. Aynan kurslarda kursni o'zini o'rgangungacha bo'lgan qismi ma'lumot beriladi. Undan keyingi ishga kirish haqidagi ma'lumotlar esa ko'p joylarda berilmaydi. Uchinchi lekin esa bu aytaylik siz tekin kurslardan o'rganib turib ishga kirdingiz ham deylik. Endi o'sha yerda siz doimiy o'sishingiz bu shuncha paytgacha qilgan barcha amallaringizdan ham qiyin bo'ladi. Shuni hisobiga agar sizda aniq bir yo'riqnoma yoki bo'lmasa
oldindan tuzilgan yechimlar bo'lmaydigan bo'lsa, siz bitta joyda qolib ketasiz yoki bo'lmasa o'zingizni ish joyingizni ham yo'qotishingiz mumkin. Bizda MAP akademiyasida mingdan ortiq ishlayotgan paytingizda duch kelishingiz mumkin bo'lgan muammolarni yechimini bir hujjat ko'rinishida tayyorlaganmiz. Ishga kirgan barcha o'quvchilarimizga ushbu faylni tashlab beramiz. Kelajakda shu kabi xatolarni takrorlamasliklari uchun. Bundan tashqari esa bizni ishga kirganlarni maxsus guruhi bor. U yerda agar sizda qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa va o'sha 1000 ta yechimni ichida bo'lmaydigan bo'lsa, Amerika proyektlarida ishlaydigan senior dasturchilarimiz sizga yechim topishga yordam berishadi. Yangi sohaga kirib kelganlarda shu sohani olib keta olamanmi degan qo'rquv bo'ladi. Kursga kelganlarda ham shunaqa vaziyat kuzatilganmi? Ha, albatta, bu juda ham tabiiy holat. Bizda ham juda ham ko'p o'quvchilar boshida ikkilanishadi, ya'ni olib keta olamanmi, menga qiyinlik qilmaydimi deb. Lekin bir juda ham qiziqarli fakt, bizni kursimizni oxirigacha o'qib tugatganlarning 80% hozirda ishlashmoqda. Bundan shunday xulosa chiqarsak bo'ladiki, oxirigacha borgan barcha o'quvchilarda albatta natija bo'ladi. Agarda siz ham data analitikani natija uchun ishlaydigan akademiyada o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali bepul ochiq darsimizga yoziling.